Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqir. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab mesestra qizga uylantiraman seni nasib bo'lsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantiryapsiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indrajitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanmi? Zato mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi bera? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im, qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yet qizga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor uzr podkoza ketibdi-da. Mandan o'tibdi. Aya, Ha. dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadajon, kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr mandan o'tibdi. Bitta antibiotini olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Kaka shunaqa qildim hozir. To'xtang chona. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib beramiz. Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshig o'l, bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indrajit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yanga siz qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana ya, o'qigan babi bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chalasavotlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelinni qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qildi, tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahor omadim